School 21. Mana 2 yildirki, maktab butun O'zbekiston bo'ylab minglab ishtirokchilar uchun IT olamiga yo'l boshlovchi sifatida xizmat qilib kelmoqda. Qolaversa, texnologiyalar mohiyatini anglash hamda yangi kasbni egallash imkonini beruvchi maskanga aylanmoqda. School 21 ning mamlakatimizdagi faoliyati Samarqand shahridan boshlandi. Aynan shu yerda 2023-yilda birinchi kampus ochildi va O'zbekistondagi School 21 ning asl negizi bo'lgan madaniyat shakllandi va barchasi insonlardan boshlandi. Turli kasb va dunyoqarashga ega, qat'iyatli va jo'shqin insonlardan ilm olish, kelajagini bunyod etish istagida kelgan, o'z hayoti bilan birga maktab hayotiga ham mazmun bergan va o'zgartirgan insonlardan. Vaqt o'tishi bilan School 21 o'z imkoniyatlarini nafaqat bitta shahar doirasida, balki butun mamlakat uchun taqdim etuvchi ta'lim maskaniga aylandi. 2 yil davomida 10 minglab insonlar saralash hovuzidan muvaffaqiyatli o'tishdi. 2000 dan ortig'i esa maktabda ta'limni davom ettirmoqda. E'tiborli jihati, bugungi kunda yuzlab ishtirokchilar milliy va xalqaro kompaniyalarda haq to'lanadigan amaliyot o'tamoqda. O'tgan davr mobaynida maktab doirasida va keng ommaga mo'ljallangan, shuningdek mahalliy va hududlar aro loyihalardan iborat yuzlab ta'lim tashabbuslari amalga oshirildi. Andijondan Xorazmgacha, Namangandan Qoraqalpog'iston Respublikasigacha bo'lgan O'zbekistonning barcha 14 ta hududiga tashrif buyurildi. Stixiya festivali doirasida Mo'ynoqdagi iqtidorli o'quvchilar uchun nera rassom bepul kursi tashkil etildi. Yurtimizning barcha hududlaridan kelgan xotin-qizlarga o'z karyera yo'llarini belgilab olish imkonini bergan Women Empowerment Week haftaligi o'tkazildi. Shuningdek, kimlargadir maktab a'zosiga aylanib, ilk Game Jam'da g'olib bo'lish nasib etdi. Maktab bir qator xalqaro kompaniyalar jumladan Yaponiya, Amerika, Yevropa kompaniyalari va boshqalar bilan hamkorlik shartnomalarini imzoladi. Qolaversa, iqtidorli va intiluvchan ishtirokchilarga Yaponiyada karyera boshlashga ko'maklashuvchi dastur yo'lga qo'yildi. Shu o'rinda mahalliy va xalqaro banklar, IT kompaniyalari hamda oliy o'quv yurtlari uchun malaka oshirish bo'yicha ta'lim dasturlari va treninglar tashkil etilganligini ham alohida ta'kidlash lozim. O'tgan davr mobaynida 100 dan ortiq xalqaro va soha mutaxassislaridan iborat delegatsiyalar qabul qilindi. School 21 atrofida butun bir ekotizim yaratildi. Unda ideatorlar, hakatonlar, Game Jam hamda ishtirokchilarga o'z loyihalarini shakllantirish, prototiplar yaratish va venture fondlarga taqdim etish imkonini beruvchi Launch Lab 21 startup akseleratori qamrab olingan. Akselerator doirasida robototexnika laboratoriyasi ham faoliyat yuritmoqda. Va barchasining negizida yana insonlar turibdi. Sohaga ilk qadam qo'yayotgan ishtirokchilar, imkoniyatlar maydonini yaratuvchi jamoa, g'oyalarni haqiqiy mahsulotga aylantiruvchi talabalar. Bizning eshiklarimiz barcha uchun hamisha ochiq. Ishtirokchilar uchun, o'z hayotini o'zgartirmoqchi bo'lganlar uchun, xalqaro mehmonlar uchun, tajribali va IT sohasiga endi qadam qo'yayotganlar uchun. O'zbekistondagi School 21 bu yangi hikoyalar yariladigan maskan. O'z o'tmishi bilan kelgan va yangi kelajakka bunyod etayotgan insonlar hikoyalari. School 21 bu insonlar demakdir.